Kishini o'ziga tortib qaram qilib oladigan treyler, yurakni tez urdiradigan drama, qonli action. Bularning bari 2021-yilning 17-sentyabrida Netflixga chiqqan va shu zahotiyoq 90 ta mamlakatda hit darajasiga ko'tarilgan Squid Game, ya'ni Kalmar o'yini seriali o'zida jamlagan. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ro'porosa bir oy oldin, ya'ni 17-sentyabr kuni Koreya ijodkorlari tomonidan suratga olingan Kalmar o'yini seriali namoyish qilindi va bu serial Netflix platformasi tarixidagi eng boom etgan seriallardan biri bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi videoda aynan shu serialga taalluqli bo'lgan qiziqarli faktlarni sizga ulashmoqchimiz. Tayyor bo'lsangiz, bugungi videoni biz boshladik. Serial sujetiga bugungi sharhimizda batafsil to'xtalmaymiz. Faqat voqealar diqqat markazida 456 nafar omadi chopmagan kishilar ekanini va ular hayot taqozosi bilanmi, kirdikorlar bilanmi tushib olgan chuqur cho'qdan juda ham o'ziga xos bo'lgan kvest yordamida chiqib olishlari mumkinligini ham aytib o'tamiz xolos. 9 ta seriyadan iborat bo'lgan bu serial sujetini alohida sharhlashga munosib. Sizning bugungi videomizga munosabatingiz, yozadigan izohlaringiz va qo'yadigan layklaringizdan kelib chiqqan holda biz Kalmar o'yini sujetiga va bu serialda yashirilgan haqiqatlarga alohida to'xtalamiz va video chiqaramiz. Ammo dastlab bu serialni YouTube'da izlab sifatsiz variantini tomosha qilib sarson bo'layotganlar va shu boisda ham bu ajoyib kino asaridan zavqlana olmayotgan kino tomoshabinlarga bir eslatma. Mazkur serialni yuqori sifatda va yoqimli dublyajda faqat ITV orqali tomosha qilishingiz mumkin. Kirasiz, topasiz, istalgan vaqtingizda xohlaganingizcha ko'rasiz. Istagingizga ko'ra pauza olib va keyin yana qulay vaqtda tomoshani davom ettirsangiz ham bo'laveradi. Sevimli kinofilmlar ITVda. Kalmar o'yini seriali 45,5 milliard won, ya'ni 38,5 million dollarni qo'lga kiritish uchun oddiy, bolalarcha beg'ibor o'yinlar haqiqiy misorovkaga aylanishi mumkinligini namoyish etadi. Har bir seriyasi tomoshabinni igna ustida o'tirgandek his qilishga majbur etadi. Bu gal qanday o'yin tusharkin degan xayol tinch qo'ymaydi va bu odamni qo'rqitadi ham. Sizni bilmadim-ku men nega endi odamlar hayoti bir chakana arzimaydigan, zaiflar kuchlilarning vaqtichog'ligi uchun o'yinchoqqa aylangan, asabini qitqilashi uchun fishka o'rnida odamlardan foydalanib, ulardan kim yutib chiqishiga pul tikadigan o'yin meni bunchalik o'ziga tortmasa deb o'ylab qoldim. Balki men kabi tomoshabinlarni o'ziga tortgani bu shafqatsiz kadrlar emasdir. Tahlil qilib ko'ramiz. Kalmar o'yini ommalashib, uning shuhrati Janubiy Koreya chegaralariga sig'may, butun oilamga yoyildi. Sababi u faqat bu mamlakat uchun dolzarb bo'lgan mavzularni ko'tarib chiqmadi, balki butun dunyoda aktual bo'lgan kapitalistik olamdagi o'ta qattiq raqobat va qashshoqlik masalalarni ham olib chiqdi. Puling bo'lsa changalda sho'rva maqoli qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini yana bir bor ko'rsatib berdi. Afsuski, hozirgi zamonda juda ko'p narsa cho'ntagingda qancha ko'p pul borligiga bog'liq va ko'pincha davlat orttiraman deb odamlar es-hushidan ayriladi. Pul ortidan quvib g'ururini, o'zligini yo'qotadi. Kalmar o'yini seriali bizga aynan shuni namoyish etadi. Serialning birinchi epizodini ko'rib bo'lishim bilan bir xayol keldi. Menga 38 million dollar taklif qilishganida bu o'yinda qatnashishga rozi bo'larmidim? Shu o'yinga tushib qolsam o'zimni qanday tutardim? Odamni shokka tushirib qo'yadigan sinovlar chog'i insoniyligimni saqlab qola olgan bo'larmidim? O'zi nima muhim, g'alabami, boshqalarga yordammi? Yoki qay yo'l bilan bo'lmasa ham hayotini saqlab qolish muhimdir? Xullas, chuqur fikrlar yuritishga majbur qiladi. Agar siz ham o'zingizga shu savollarni bergan bo'lsangiz, izohlarda albatta yozib qoldiring. Mayli, yana mavzuga qaytamiz. Qaysi aqli joyida bo'lgan odam o'z xohishiga binoan bu o'yinda qatnashga rozi bo'lardi deyishga shoshilmang. Agar serialni ko'rgan bo'lsangiz, uning birinchi seriyasida bosh qahramon omadsiz shofyorni o'yinga taklif qilib, unga vizitka bergan odam yodingizda bo'lsa kerak. O'shanda tashrif qog'oziga yozilgan telefon raqamlarini katta planda yirik qilib ko'rsatilgandi. Buni qarangki, kino ijodkorlar aynan shu raqamni vizitkaga tushirishdan avval u kimgadir tegishlimi yoki yo'qmi tekshirishmagan ekan. Natijada film namoyishdan so'ng real odamga qarashli bo'lgan bu raqamga har kuni diqqat qiling 4000 tadan ko'proq qo'ng'iroq bo'layotgan ekan. Nima maqsadda telefon qilishayotgan ekan deb qiziqayotgan bo'lsangiz, esidan ayrilgan kishilar bu o'yinda o'z xohishlariga ko'ra ishtirok etmoqchi ekanligini bildirib telefon qilishayotgan ekan. Mana sizga qo'yilib olingan serialning kuchi. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, ayni hozirgi zamonning eng og'riqli nuqtasiga bexato urilgan kinokartinaning ta'siri. Hwan Dong-hyuk serialning asosiy g'oyasini uzoq 2008-yillarda o'ylab topgan edi. O'sha paytlar u onasi va buvisi bilan yashar edi va doim pul yetishmasligidan qiynalardi. Ssenariyning ilk varianti 2009-yilda tayyor bo'lgan bo'lib, ijodkorning ta'kidlashicha, u omon qolish haqidagi yapon mangalari, qirollik jangi, yolg'onchilar o'yini va o'yin apokalipsisi kaidzilardan ilhom olgan. Orada Hwan shunchalik qiynalib qolganda notebookini 675 dollarga sotib yuboradi va ssenariyosidagi ish to'xtab qoladi. Bugungi kunda Hwan butun olamni ekran qarshisiga tutib turgan g'oyasi haqida shunday deydi:
Men qiyinchiliklar suyak-suyagimgacha o'tib ketgan odam sifatida zamonaviy jamiyatni hayotdagi o'ta keskin raqobatlarni ekstremal bir ko'rinishga ochib beradigan asar yaratishni istadim. Ammo shu bilan birga har birimizga tanish bo'lgan biz kundalik hayotda uchratadigan insonlarni qahramon qilib olishni xohladim. Syujetga koreys bolalari ko'chada o'ynaydigan o'ta oddiy o'yinlar asos qilib olingan. Nega o'yinlar bunchalik oddiy? Tomoshabin miyasini o'yin qoidalari bilan chalg'itmasdan tang ahvolga tushib qolgan, vijdoni bilan kelishishi yoki uni aldashga majbur bo'layotgan, nafsi bilan kurashishi yoki unga yon borishga qaror qilayotgan o'yinchilarga asosiy e'tiborni qaratishi uchun shunday qilgan. Serialda eng muhim o'yin sifatida tanlangan kalmar o'yini Janubiy Koreyada 1970-80-yillarda juda mashhur bo'lgan. Xvan bolaligida hammasidan ham yaxshi ko'rgan shu o'yinni bolalar o'ylari orasida eng agressiv deb hisoblaydi. Bugungi ko'zi bilan bu o'yinga qaraganda esa uning raqobatiga asoslangan hozirgi jamiyatni ko'rsatib berish uchun juda mosligini tushunadi. Shu boisdan ham serialga aynan shuni nomini bergan. Aytgancha, kalmar bu quyoncha emas. Biz faqat kinolarda ko'radigan bu suv hayvonining nomi ham kishida noaniqlik va hatto xavotirni uyg'otadi. Demak, Xvan 2009-yilda treyler bo'lgan ssenariysini ko'tarib olib, ko'plab mahalliy kinostudiyalar eshigiga boshini urib boradi. Rad javobini olaverib, 10 yil shunday sarson bo'ladi. Nimaga? Chunki 10 yil oldingi dunyo bilan hozirgisining farqi bor. 10 yil oldingi odamgarchilik, insof, vijdon, insoniy qadriyatlar bilan bugungi kundagi holat o'rtasida farq katta. Demoqchi bo'lganimiz bu 10 yil burun ham 5 yil avval ham bu ssenariyning vaqti kelmagandi. Yo'q, 2012-yilda chiqqan Голодные игры dersiz. Endi u fantastikada qabul qilingandi. Tipik antitopik fantastik kartina edi. Kalmar o'yini bo'lsa fantastikadan anchagina yiroq. Hozirgi zamon muammolari yu hozirgi odamlarning qarashlarini o'zida shunaqangi aks ettirganki, qo'rqib ketishingiz ham hech gap emas. Yana bu asar ekranlashtirishning sababchilaridan biri bu so'zsiz Netflix. Aniqrog'i uning chet el kino asarlariga e'tiborni kuchaytirish nazarda tutilgan maxsus dasturi. Ana shu dastur doirasida Netflix Xvanning ssenariysiga qiziqib qoladi va 2019-yilda ishchi nomi Round 6 bo'lgan Janubiy Koreya seriali ustida ish boshlanadi. Bu serialda ssenarist hamda prodyuser sifatida Xvan Dong-hyok ishtirok etishi haqida rasman e'lon qilinadi. Qarabsizki, oradan 2 yil o'tib, 2021-yilning 17-sentyabr kuni serialning jahon premyerasi bo'lib o'tdi. Va oradan hech qancha o'tmay, Kalmar o'yini Netflixning butun dunyoda eng ko'p ko'rilgan seriallar reytingida top o'rinni egalladi. Qizig'i, serial u darajada reklama qilingani ham yo'q. Internet orqali o'zi virus kabi tarqalib ketib qoldi. Yana uning 34 tildagi dublyajı va 37 tildagi titrlar ham serialning dunyo bo'ylab tomoshabinlarni topishiga yordam berdi. Serial premyerasidan so'ng Kisavur o'g'ri obrazni yaratgan obunachilar soni 400 mingtagina bo'lgan aktrisa Chon Ho-yoning followerlari ham 13 milliontaga yetdi. Oradan 2 hafta o'tar o'tmas Louis Vuitton modalar uyi o'zining moda, soatlar va zargarlik mahsulotlari yo'nalishida yangi global elchi sifatida Chon Ho-yoni tanlashini ma'lum qildi. Rotten Tomatoes saytida serial tanqidchilarining retsenziyasi asosida 95% reytingiga ega. Agarda bu serialning har bir seriyasi haqida qisqacha ma'lumot berishimizni va yashirilgan ma'nolar haqida sizga so'zlab berishimizni xohlasangiz, albatta bugungi videoga like bosing va o'z qiziqishingizni namoyish qiling. Aziz tomoshabinlar, mana shu yerda bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga bugungi video yoqqan bo'lsa, doimgidek like tugmasi bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi epizodda ko'rishguncha hammaga xayr.